Assalomu alaykum. Men ayollar psixologi Lobar Abduhamidovaman. Bugun sizlarga oddiy lekin muhim narsani tushuntirmoqchiman. Insonlar xuddi mana bu lineykaga o'xshashadi. Agar inson mana bunaqa qattiq lineykaga o'xshagan bo'lsa, u hayotda har doim qolip fikrlar bilan fikrlaydi. Mani bo'lganim shu degan pozitsiyada bo'ladi. Hissiyotlarini boshqara olmaydi, rivojlanishni xohlamaydi va o'z haqiqatiga boshqalarni ham bo'ysunishini xohlaydi. Ya'ni o'z haqiqatini hammaga o'tkazmoqchi bo'ladi. Bunaqa holatdagi inson hayotda ko'pincha qiynaladi, chunki agar insonda egiluvchanlik bo'lmasa, har qanday inson yoki har qanday vaziyat insonni sindirishi mumkin. Ya'ni bunaqa qattiq holatda turadigan inson ruhan sinishi mumkin. Endi sizlarga men bu lineykani ko'rsatmoqchiman. Qarang, bu egiluvchanlikka ega. Bunaqa insonlar o'z emotsiyalarini boshqarisha oladi. Ular hayotiy vaziyatlarga ijodiy fikrlar bilan yondoshishadi va oson yechim topib chiqib ketishadi. Insonlarni his qila olishadi. Ijodiy tafakkurga ega bo'lishadi, emotsiyalarini boshqarisha oladi va ularda emotsional intellekt yaxshi rivojlangan bo'lgani uchun ularda mana shu egiluvchanlik har doim yordam beradi. Masalan, hayotiy qiyin vaziyatda mana bunaqa holat bo'lsa, qarang, u o'z holatini oson tiklaydi, hech narsadan xafa bo'lmaydi. Demak, bunaqa egiluvchanlikka ega bo'lish uchun inson o'zini emotsional intellektini rivojlantirishi kerak. Xulosa o'zingizdan.